Mana bugun ishdan keldim. Charchab, bu yoqda baliq tushunka yog'lari bilan nomi mana rossiyskiy ko'rsanglar bo'ladi. Bu qizil baliq kapshunasi, bu seletki. Bu bunaqa nima edi? Kumbri balig'i. Bu bizada choyimiz. Rangli choylarimiz bor. Bu yoqda makaron, tuxum, kartoshka, hamma narsa aralashgan. Shunaqa ujin bo'pti. Endi hammasini yemayman-ku. Chut-chut ertalab kechqurunga nagruzka.